Assalomu alaykum. Bugun ikkinchi dars. Demak, bugun vaqt ko'p murakkab masala, davlatlar vaqtlari va vaqtdagi xatoliklarni ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi masaladan boshlaymiz. Bu yerda Toshkent bilan Londonda vaqtlarni solishtiryapti bizga. Toshkent bilan London. Toshkentdagi vaqt 08:30 bo'lganda, Londondagi vaqt necha bo'ladi? Masalan, 17:20 bo'lganda 13:20 bo'ldi-yu. To'g'rimi Londonda shu payti? Demak, 4 soat orqada ekan London. Demak, Londonda 04:30 bo'ladi. Endi London vaqti bilan 11:20 da yetib borgan bo'lsa, 4 soat orqada-yu London, to'g'rimi? Toshkent vaqti bilan 15:20 bo'ladi shu vaqt. Qancha vaqt parvoz qilgan desanglar, 15:20 da yetib bordi-yu. 8:30 da uchib ketuvdi. Aytib deydigan bo'lsak, mana bu 50 bo'ladi. 6 soat 50 minut demak parvoz davom etgan ekan. Birinchi masala shunaqa qilib eshitdik, ya'ni ikkita davlat vaqtlari orasidagi bizga farq berilgan. Shulardan foydalanib javob topdik. Keyingi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalada turli shaharlardagi vaqtlar turlicha deyapti. Moskvada 10 bo'lganda deyapti, Sidneyda 15:30 bo'ladi deyapti. Olim Moskvada yashaydi, to'g'rimi? Moskvada qaranglar, 10:00 birinchi farqini topib olaylik. Moskvada, Sidneyda 15:30. Demak, Moskva bilan Sidneyda vaqtlar orasidagi farq 5 soat 30 minut ekan. Tushunasizlarmi? Birinchi qiladigan ishlaring vaqtlar ikkita davlatning vaqti orasidagi farqni aniqlab olish bunday masalalarda. Endi olim Moskvada yashaydi, u Sidneyga borish uchun o'zining mahalliy vaqti bilan 14:15 yo'lga chiqdi. Demak, o'sha vaqtda Sidneydagi vaqt 5 soat oldinda bo'lsa 19:45 bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni Moskvadagi vaqt, keyin Sidneydagi vaqt. Olimning samolyoti Sidney vaqti bilan 15-fevral qaranglar. Bir kun o'tib ketdi-ya. 15-fevral 03:45 da kirib keldi. Demak, mana bu 14-fevral. Mana bu 15-fevral. Tushunasizlarmi? Moskvada 14:15 bo'lgan paytda, Sidneyda 19:45 bo'lgan 14-fevralda 03:45, ya'ni 15-fevral Sidneyda vaqti bu. Sidney vaqti bilan deyapti-yu. Parvoz necha soat davom etgan? Demak, 03:45 dan ayiramiz 19:45. Ko'pchilik mana shu ayirishni bilmaydi. 00 3 dan 19 ayira olmaymiz-ku ustoz deydi. Yo'q, qarz olib berasizlar bir kun. Bir kun degani 24 soat qarz olib bersanglar, bu 3 emas, 27 bo'ladi. 27 dan 9 ayirsam 8 soat 00 minut. Umuman 8 soat demak parvoz davom etgan ekan deb javob bersanglar bo'ladi. Tushunarli-ya? Endi Jamshid Parijdan Tokio tomon uchishni reja qilyapti. Parijdan Tokioga qarab uchmoqchi. To'g'ridan-to'g'ri reys bo'lmagani uchun avval Dubayga, keyin Tokioga uchadi. Tushunarli-ya? Parijdan avval Dubayga, Dubaydan Tokioga uchadi. 2-iyul 19:30 da Parij mahalliy vaqti bilan. Demak, Parijdan 19:30. Tushunarli-ya? 3-iyul 19:30 da Tokioga. 19:00 da. 19:30 da. Parijdan 19:30 da chiqdi. 19:00 Tokio vaqti bilan yetib bordi, to'g'rimi? Parij mahalliy vaqti Tokio mahalliy vaqtdan 12 soat orqada. Endi qaranglar. Demak, mana bu sanasini ham yozaylik. 2-iyul. Bu 3-iyul. To'g'rimi? 12 soat orqada, to'g'rimi? Demak, Parijda mana shu vaqtda yetib bordi-da endi. Tushunarli? 19:00 da 3-iyul yetib bordi. Parijda 19:30 bo'lgan payti Tokioda 07:30 bo'ladi. Chunki aytayapti-yu. Tokio mahalliy vaqtdan 12 soat orqada. Demak, Tokio 12 soat oldinda-da, 09:30 dan 12 soat oldinda degan 7:30 bo'lgan Tokioda. Tushunibsizlarmi? Endi Jamshid Dubayda keyingi reysni 1,5 soat kutib turgan. Bu jami 2 soat davomida parvoz qilgan. Ya'ni 19:30 Parijdan Dubayga uchdi, Tokioga uchdi. Tokioda o'sha vaqti 07:30 edi. Tushunibsizlarmi? Va Tokioga 19:30 da yetib keldi.
Tushunasizlar? 19:30 Parijdagi vaqt, Tokioda 07:30 eda. Shu vaqtda uchdi-da, 19:30 da yetib keldi Tokioga. Bu degani 12 soat 9:00 da yetib keldi. Bu degani 11 soat 30 minut uchgan. Aytyaptiki 1,5 soat kutib turgan deyapti Dubayda samolyot. 1,5 soat. Bu degani 1 soat 30 minut tayyor tashlaymiz. Jam hisobda 10 soat parvoz qilgan ekan. Tushunibsizlarmi? Endi sizlarga ham javob yozish uchun joy ochib qo'yaman. Demak, javobimiz nima bo'lar ekan? 10 soat bo'lar ekan. Nimaga 10 soat? Chunki Parijda 19:30 bo'lgan payti Tokiodagi o'sha vaqtni topib oldik. Tokioda demak o'sha vaqt necha bo'lgan ekan? 07:30. Keyin u sayohatini boshladi, uchdi va 19:00 da Tokioga yetib keldi. 07:30 dan 19:00 gacha 11 soat 30 minut sayohat qilgan. 1,5 soat demak Dubayda kutib qolgani hisobiga 10 soat sayohat qilgan ekan bo'ladi. Shunaqa. Tushuntira oldim degan umiddaman. Ekran yaxshimi? Orada bir o'chib qoldi. Ekran yaxshimi? Bitta tasdiqlab oringlar. Yana 3-masala, 4 ga o'tamiz. Xo'sh. Erkin Toshkentdan demak. Toshkentdan Ispaniyaga samolyot orqali borish kerak. Toshkentdan Ispaniyaga borish kerak. Toshkentdan Ispaniyaga uchgan samolyot havo juda issiqligi tufayli Frankfurtda qo'nib, shu yerdan rejadan tashqari 4 soat 20 minut qolib ketdi Frankfurtda. Vaqtlar haqida ma'lumot berilgan. Agar Frankfurtda mahalliy vaqt Toshkent mahalliy vaqtidan 3 soat orqada bo'lsa, Ispaniyada mahalliy vaqt Frankfurtda mahalliy vaqtdan 4 soat oldinda bo'lsa, erkin samolyotda jami 2 daqiqa parvoz qilgan. Qaranglar, Toshkentdan 17:30 da uchdi. Frankfurtga nechidadir keldida 21:40 da Frankfurtdan uchdi. 05:20 da Ispaniyaga qo'ndi. Ispaniyaga. Tushunarlimi? Endi bizga aytayapti, Toshkent vaqtidan 3 soat orqada, to'g'rimi? Demak, Toshkentda 17:30 bo'lgan payti 3 soat orqada Toshkent vaqtidan 13:30 bo'lgan bu yerda. Tushunibsizlarmi? Bu degani Frankfurtga jami qancha vaqt qolgan? 21:40 dan ayiramiz 13:30 da. 7 soat 10 minut demak Frankfurtda qolgan ekan. Tushunibsizlarmi? Ya'ni uchishi bilan birga shuncha vaqt ketdi-da, sayohati bilan. 4 soatni qaranglar, rejadan tashqari 4 soat 20 minut qolib ketdi deyapti-yu. 7 soat 10 minut u ketdi jami vaqt. Uni 4 soat 30 minuti, 20 minuti Frankfurtda rejadan tashqari ketib qolgan. Ayirib tashlasam 2 soat 50 minut demak nima qilgan? Parvoz qilgan. Toshkentdan Frankfurtga qarab, demak parvoz qilgan 2 soat 50 minut. Tushunasizlar? 13:30 da demak yetib kelgan Frankfurt, ya'ni uchgan.
Demak, davom etamiz. Demak, Toshkentdan Frankfurtga parvoz jami 2 soat 50 minut ketgan. Birinchi ish. Endi Ispaniyaga qarab yurish qilamiz Frankfurtdan. Frankfurt vaqti Ispaniyadan 4 soat orqada. Bu degani Frankfurtda 20 yo'q 40 21:40 bo'lgan bo'lsa, Frankfurtda 21:40 bo'lgan bo'lsa, 4 soat o'tkazsak 01:40 bo'ladi Ispaniyada. Tushunarlimi? Frankfurtda 21:40 bo'lsa, Ispaniyada 01:40 bo'ladi. Demak, 4 soat oldin o'tkazdik. Ispaniyada 01:40 bo'lgan bo'lsa, u 05:20 da tushgan-ku, to'g'rimi? Qancha vaqt uchgan? Ayiramiz. 05:20 dan 01:40 da ayiramiz. Shunda 3 soat 40 minut chiqadi. Tushunarli? Demak, Ispaniyaga Frankfurtdan 3 soat 40 minut uchgan. Jami ketgan vaqtini hisoblasak, 2 soat 50 minutga 3 soat 40 minut qo'shamiz, 6 soat 30 minut chiqadi. Javob jami parvoz uchun 6 soat 30 minut ketgan ekan. Ya'ni bu javobni qayerdan topdim deydigan bo'lsanglar, birinchi Toshkentda vaqtidan Frankfurt vaqtiga o'tdim va Toshkentdan Frankfurtga qancha vaqt uchganini topdim, 2 soat 50 minut. Keyin Frankfurtdagi vaqt 21:40 ku, undan birdan Ispaniyadagi vaqtga o'tib oldimda, Ispaniyaga Frankfurtdan qancha vaqtda yetib borganini topdim, 2 soat 40 minut. 2 soat 50 minutga 3 soat 40 minut qo'shsam 6 soat 30 minut chiqadi. Keyingisi biroz uzunroq, lekin menimcha oson masala. Sardor Parij, Nyu-York shaharlariga sayohat qilmoqchi. Parijning mahalliy vaqti Toshkent vaqtidan 4 soat orqada. Parijga demak 4 qo'shsam, Toshkentdagi vaqt chiqadi. Nyu-York mahalliy vaqtidan esa 8 soat oldinda. Parij demak 8 da olib telasam, Nyu-Yorkdagi vaqt kelib chiqar ekan. Mana. U avval Toshkentdan Parijga uchdi. Toshkentdan birinchi Parijga bordi, keyin Nyu-Yorkka bormoqchi. Uning sayohati parvozlarni hisobga olmaganda Parijda 3 kun, Nyu-Yorkda 2 kun qolishdan iborat. Parijda 3 kun, Nyu-Yorkda 2 kun qolar ekan. Toshkentdan Parijga va Parijdan Nyu-Yorkka parvoz vaqtlari mos ravishda 7 soat, mana bu yerda 7 soat uchar ekan. Mana bu yerda 9 soat uchar ekan. Tushunayapsizlarmi? Yozib olish kerak qisqa shartlarni. Masala yechayotganda har bir qisqa shartini yozib olinglar, qayta o'qimaslik uchun. Endi Sardor Toshkent vaqti bilan chorshanba kuni 20:30 da Parij tomon parvozni boshladi. Demak, chorshanba kuni 20:30 da. Chorshanba kuni 20:30 da Toshkent vaqti bilan. Nyu-Yorkning mahalliy vaqti bilan qaysi kuni va soat nechada uning sayohati nihoyasiga yetadi. Toshkent vaqti bilan 20:30 da boshladi. To'g'rimi? Endi birdan Nyu-York vaqtiga o'taylik. Bu vaqtda Parij, mana qaranglar. 4 soat orqada Parijdagi. Demak, Parijda bu vaqtda 16:30 bo'lgan. Nyu-Yorkda vaqti Parijdan 8 soat, Nyu-Yorkning mahalliy vaqtidan oldinda bu. 8 soat. Demak, bundan kelib chiqar ekan, Nyu-York topishim bundan 8 ayiramiz. 08:30. Demak, Toshkentda 20:30 bo'lgan payti, Nyu-Yorkda 8:30 bo'lgan ekan. Chorshanba kun. Qaranglar, Toshkentdan Parijga 7 soatda, Parijdan Nyu-Yorkka 9 soatda, jami 16 soat yetib borsa, demak Toshkentdan 08:30 da chiqsa, Nyu-Yorkda vaqti bilan Nyu-Yorkka 16 soat bo'lsa 00:30 da kirib borar ekan. Nyu-Yorkka 00:30 da kirib borar ekan. Endi qaranglar. Chorshanba kuni-da bu. Parijga boradi-da, Parijda 3 kun qoladi. Demak, Parijda qoladi 3 kun. Xo'p. Payshanba 08:30 bo'lsa 1 kun, juma bo'lsa 2 kun, shanba 3 kun. Demak, shanba 08:30 da Nyu-Yorkda vaqti bilan Parijdan chiqib ketadi. Tushunarli? Shanba kuni 08:30 da Parijdan chiqib ketadi. Chunki
chorshanba, payshanbagacha 1 kun, jumagacha 2 kun, shanbagacha 3 kunda. Demak, shanba kuni chiqib ketadi-da, 3 kun turadi. Shanba kuni chiqib ketadi va 7 soatda keluvdi-yu. Yo, to'xtanglar, xato qildik. Hammasini bosqichma-bosqich hisoblaylik. Eng qulay shu. Xo'p. 23 Toshkent vaqti bilan Parij vaqti bilan 16:30 ketdi. Nima bo'lyapti? Toshkentdan u Parijga keldi. To'g'rimi? 7 soat deganda keldi. Ya'ni chorshanba kuni 23:30 da kirib keldi Parijda vaqti bilan. 7 soatda uchadi. Bu yerda payshanba 23:30, juma va shanba 23:30 gacha qoldi bu yerda. To'g'rimi? Shanba 23:30 gacha qoldi bu yerda. Keyin bu yerdan 9 soatda Nyu-Yorkka bordi. Nyu-York 9 soatda bordi. 9 soat degani 08:30 da yetib bordi. Shanba bo'lsa yakshanba kuni. Yakshanba 08:30 da Nyu-Yorkka bordi-da, Nyu-Yorkda necha kun qoladi? 2 kun qoldi. 2 kun qoldi Nyu-Yorkda. Demak, Nyu-Yorkda yakshanba, dushanba, seshanba. Demak, seshanba kuni 08:30 da Nyu-York vaqti bilan sayohat tugar ekan. Nyu-Yorkning mahalliy vaqti bilan qaysi kuni soat nechada? Endi xato qilmadikmi tekshirib ko'ramiz. Seshanba. Boshqatdan tekshiramiz. Qaranglar. Toshkent vaqti bilan 08:30 da Parijda vaqti bilan. Mana bu Parijda vaqti edi. Nyu-York vaqtiga hali o'tmadi-ku. To'g'rimi? Demak, yakshanba bo'lsa, seshanba 08:30 da nima qiladi? Sayohati tugaydi. Bu vaqt hozir Parijda vaqti. Demak, biz bilamizki, mana aytayapti, Nyu-Yorkka bormoqchi deyapti. Xo'sh, 8 soat oldinda. Nyu-Yorkda vaqtidan oldinda Parijda vaqt. Demak, Parijdan 08:30 bo'lsa, Nyu-Yorkda o'sha narsa 00:30 bo'ladi. Demak, javobimiz seshanba 00:30. Shunaqa qilib yechasizlar. Ya'ni juda murakkab emas, lekin sal adashsanglar ko'rasizlar-ku, chalg'itib yuboradi. Juda tez chalg'itib yuboradi. Juda tez. Seshanba 00:30 bo'ladi. Tushunmadim deyotganlar uchun qaytadan tushuntiraman. Qaranglar. Toshkent vaqti bilan chorshanba 20:30 da yo'lga chiqdi. Bu vaqtda Parijda vaqti bilan 16:30 edi. To'g'rimi? Nyu-York vaqti hozircha kerak emas. Parijda vaqtidan 16:30 edi. Demak, Parijda vaqti bilan 16:30 da yo'lga chiqdi. 7 soat deganda Parijga boradi. Demak, Toshkentdan Parijga 7 soatda kelsa, chorshanba kuni 23:30 da Parijga yetib keldi. Tushunarlimi? Chorshanba 23:30 da Parijga yetib keldi. Va u yerda 3 kun qoladi. 3 kun qoladi. Chorshanbadan payshanbaga 1 kun, payshanbadan jumagacha 2 kun, jumadan shanbagacha 3 kun qoladi. Shanba 23:30 da jo'nab ketish kerak Nyu-Yorkka va jo'nab ketadi. Nyu-Yorkgacha 9 soatlik yo'l. 9 soatlik yo'l. Shanba 23:30 da chiqsa, Nyu-Yorkka Parijning vaqti bilan 8:30 yetib boradi. Yakshanba kuni. U yerda 2 kun qoladi. Yakshanbadan dushanbagacha, dushanbadan seshanbaga, ya'ni seshanba 08:30. Parijning vaqti bilan Nyu-Yorkda sayohati tugaydi. Parijda demak 8:30 bo'lsa, Nyu-Yorkda 00:30 bo'ladi. Demak, javob seshanba 00:30. Endi Erkin Toshkentda yashaydi. Uning ikkita do'stidan biri Murod Lyuksemburgda yashaydi. Murod Lyuksemburgda yashaydi. Demak, Erkin Toshkentda yashaydi. Lekin Shahzod Singapurda yashaydi. Shahzod Singapurda yashaydi. Mahalliy vaqt Toshkent vaqtidan 3 soat orqada deyapti. 5 soat oldin. Toshkent vaqtidan 5 soat oldin. Demak, mana bu Toshkent vaqtiga 5 ni qo'shamiz, mana bu Toshkentnikidan 3 ta ayiramiz. Endi bir kuni Erkin Murodga juma kuni o'z vaqting bilan 01:40 da menga telefon qildi. Murodga aytayapti. O'z vaqting bilan 01:40 da. Yubordi, shu suhbatga Shahzod ham qo'shilish uchun o'z vaqti bilan qaysi kuni va soat nechada telefon qilish kerak. Erkin Murodga juma kuni o'z vaqting bilan, Murodni o'z vaqti bilan 01:40.
Murodni o'z vaqti bilan 01:40 juma kuni. Demak, bu 5 soat oldin deydi-yu Toshkentdan, to'g'rimi? Demak, Erkinni vaqtini topib olaylik. Toshkentdan 5 soat oldinda bo'lsa, Erkinda payshanba bo'ladi. 5 soat orqaga qaytamiz-da. Demak, Muroddagi vaqt 5 soat oldinda-yu. Raqam 5 soat orqaga qaytsak, mana bundan 5 ta yarsam 21:40 bo'ladi. Payshanba 21:40 Erkindagi vaqt, to'g'rimi? Erkindagi vaqt payshanba 21:40. Xato qilmadikmi? 20:40 uzr. 20:40. Demak, 01:40 dan 5 ta yarsak 20:40 bo'ladi. Endi kim bu? Shahzod. Singapur. Shahzod Singapurda. Va u yerda vaqti Toshkent vaqtidan 3 soat orqada. 3 soat orqada bo'lsa, mana Toshkent vaqti payshanba 20:40 bo'lsa, Singapurda o'sha vaqti payshanba 17:40 chiqadi. Demak, shu bizga to'g'ri javob. Yaxshi. Endi 7-si Nodir Chikagoda, Asilbek, demak, Nodir Chikagoda, Alibek Sidneyda, Abbos Madridda, Erkin Toshkentda yashaydi-da, biznes bo'yicha onlayn suhbat qilmoqdalar. Barcha tadbirkorlar o'zining mahalliy vaqti bilan 7 dan 21:00 gacha muloqot qilish uchun bo'sh bo'ladi, deyapti. Shaharlarning vaqtlari orasida farqlar quyidagicha. Sidney Madriddan 6 soat oldinda, Chikago Madrid, hammasini Madrid bilan solishtirib chiqyapti, to'g'rimi? 24 soatcha qancha vaqt davomida barcha tadbirkorlar bir vaqtda onlayn suhbatlashib oladi. Demak, Sidneyda vaqt Madridda vaqti bilan hisoblaymiz. 07:00 bo'lsin. Madridda 07:00 bo'lsin. Sidney Madriddan 6 soat oldinda. Demak, 13:00 bo'ladi. To'g'rimi? Mana Sidney 13:00. Chicago 4 soat orqada 03:00 bo'ladi. Toshkent 4 soat oldinda 11:00 bo'ladi. Mana. Demak, kirish vaqtlarini hisobladik. Mana kirish vaqtlarini hisoblab oldik. Endi chiqish vaqti bunda 21:00 bo'lsa, necha soat o'tdi? 14 soat. 14 soatda bu kun tugab ketdi bunda. 14 soatda bu 25:00 bo'lib ketyapti. Ertasi kunga o'tib ketib qolyapti. Demak, 14 soatda bu 27:00 bo'lib ketyapti. 14 soatda bu 17:00 bo'lyapti. Tushunasizlarmi? 17:00 bo'lyapti. Endi 24 soat ichida barcha tadbirkorlar bir paytda onlayn muloqot qila oladi, deyapti. Qancha vaqt qila oladi, deyapti. Endi qaranglar. 13:00 17:00 20:00 gacha muloqot qilish uchun bo'sh bo'ladi-yu. Bu degani Sidneyda kim borda? Alibek 13:30 dan boshlab bo'sh bo'ladi-da. Boshqa payti bo'sh bo'lmaydi. Demak, mana bularning vaqtlari bizga kerak emas. Demak, 13:30 dan boshlab ular muloqot qilishni boshlash kerak. Chunki Alibek eng ertachi 13:00 da bo'shaydi. Keyin mana bularning vaqti ertasi kunga o'tib ketib qolyapti. Mana lekin Chikagoda kim bor edi? Chikagoda Nodir esa 17:00 dan nima qilyapti? Tugatyapti. Ya'ni o'shangacha 17:00 gacha bo'sh bo'ladi. Undan keyin bo'sh bo'lmaydi. Demak, 17:00 gacha ular suhbat qilish mumkin. Ya'ni 13:00 dan boshlab 17:00 gacha ular suhbat qilish mumkin. 13:00 dan ertasi qilsa Alibek qatnasha olmaydi. 17:00 dan kech qilsa Nodir qatnasha olmaydi. Mana vaqtlarni aniq qilib oldik. Bu degan ular eng ko'p bilan 4 soat suhbat qilishi mumkin. Tushunyapsizlarmi? Eng ko'pi bilan demak ular 4 soat suhbat qilishi mumkin ekan. Shunaqa gaplar. 8 ga o'tamiz. Devordagi soat 8:20 bo'lganda buzilib qoldi. Oldinga emas, orqaga yuradigan bo'lib qoldi. Endi 06:35 ni ko'rsatayotgan bo'lsa, haqiqiy vaqt toping. Endi qaranglar, 08:20 edi-yu, 06:35 bo'lib qolibdi. Bu degani 1 soat 45 minut orqaga ketib qolganda, tushunyapsizlarmi? 1 soat 45 minut orqaga ketib qolgan. Lekin oldinga o'tish kerak edi. 08:20 bo'lsa,
1 soat 45 minut oldinga o'tadigan bo'lsa, uni 05 bo'lish kerak asl vaqt. Tushunyapsizlarmi? Asl vaqt uni 05 bo'lish kerak. Mana shunaqa qilib yechasizlar. Tushundinglarmi? Ya'ni orqaga yurdi. Qancha ketib qoldi orqaga? 1 soat 45 minut. Nima qilish kerak edi lekin? Oldinga o'tish kerak edi. Uni demak 05. Shunaqa gaplar bolajonlar. Endi mukofotli savol ham qo'yamiz. Xo'sh. Ekran o'chib qoldi. Telefon kelib qolyapti menga. Xo'sh, demak bizada mukofotli savol. Birinchi mukofotli savol ekran menimcha ko'rinyapti sizlarga. Javob qaysi bo'ladi? Demak, qaranglar, javob ham kelishdi, boshlari yechamiz. Davronning uyida buzilib qolgan devoriy soat bor deyapti. Har kuni ertalab u soatini 07:10 dan 06:40 ga to'g'rilab qo'yadi. Bir kuni Davron soatini to'g'rilab 06:40 da uydan chiqib ketdi, 12 kunlik ta'tilga ketdi. Davron haqiqiy vaqt bilan uyiga 12:40 da kirib kelgan bo'lsa, devordagi soat nechani ko'rsatgan bo'ladi? Har kuni ertalab soatini 07:10 dan 06:40 ga to'g'rilab qo'yadi. Tushunarli-a? Endi bu degani soati 30 minut orqada qoladimi? Orqada qoladi. 30 minut orqada qoladi. Ya'ni bir kunda. Shunaqa bo'lyaptimi? 12 kunlik ta'tilga ketdi. Davron haqiqiy vaqt bilan 12:40 da kirib kelgan bo'lsa, soat nechani ko'rsatgan bo'ladi? 30 minut orqada qoladi. Shunaqa bo'lyaptimi? Ya'ni 30 daqiqa orqada qolyapti. Oldinga o'tib ketyapti 30 daqiqa, to'g'rimi? Orqada emas, 30 daqiqa oldinga o'tib ketyapti. Oldinga. Har kuni ertalab shunday turib qaraydi, 07:10 da turgan bo'ladi. Soatini 06:40 ga to'g'rilaydi. Yana ertasi kuni kelib qarasa, yana 07:10 bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni 24 soatda 30 minut oldinga o'tib ketib qoladi, to'g'rimi? Endi
Bu degani bir kunda. Har kuni ertalab soatini to'g'rilaydi. Bir kun davomida. 06:40 da uydan chiqib ketdi, soatini to'g'riladi-da. Demak, 30 minut oldinga o'tib ketadi. 12 kunda 360 minut oldinga o'tib ketadi. To'g'rimi? 360 minut oldinga o'tib ketadi. Bu degani 6 soat oldinlab ketish kerak. 6 soat oldinga o'tib ketadi. 12 kun 30 minutdan oldinlab ketadigan bo'lsa, 360 minut, ya'ni 6 soat oldinlab ketadi. Ya'ni 18:40 bo'lishi kerak. Endi shoshmaymiz. U bilamizki 30 minut oldinga o'tib ketadi. Qachon? 24 soat. Ya'ni u ketma-ket, bosqichma-bosqich, qadam va qadam oshib ketadi-yu, to'g'rimi? Ya'ni 18:40 bo'ladi va bir kunda to'liq o'tsa, lekin 12:40 da u kirib keldi. Ertalab emas, 12 kundan keyin 18:40 va yana necha soat o'tdi? 06:40 dan 12:40 gacha. Ko'rib turibsizlarki, 6 soat o'tyapti yana. To'g'rimi? Biz bilamizki 6 soat o'tyaptimi? Xo'sh. O'ttiz minut oldinga o'tib ketadi. Hozir. Shunda 6 soat oldinga o'tadi-da. 18:40 bo'ldi. Haqiqiy vaqt bilan uyga 12:40 da kirib keldi. Devordagi soat nechani ko'rsatgan bo'ladi? Xo'sh. 15 minut. 6 soatda 4 dan biri bo'ladigan bo'lsa, hozir o'xshamayapti-yu bu. 6:40 deyotganlar ham bor, 18:45 deyotganlar ham bor. Hozir bu soati 24 soatda 30 minut oldinlab ketadi, to'g'rimi? Bu degani 6 ga qisqartirib olsak, 4 soatda 5 minut oldinlab ketadi, to'g'rimi? 4 soatda 5 minut oldinlab ketadi. Endi Davron haqiqiy vaqt bilan uyiga 12:40 da keldi. Haqiqiy vaqt bilan 6:40 da chiqib ketdi. 12 kun to'liq sayohat qilsa, 30 minutdan oldinlab ketdi, 360 minut, 6 soat o'tib ketadi. Va yana 6:40 dan 12:40 gacha haqiqiy vaqt, ya'ni 6 soat yana razlika qilyapti. 4 soatda 5 minut o'tib ketsa, Yo. 4 soatda 5 minut o'tib ketsa, 6 soatda 7,5 minut o'tib ketadi, to'g'rimi? 7,5 minut oldinlab ketadi. Bu degani 18:47,5 bo'lib qolyapti-da. 18:47 va yana 30 sekund bo'lyapti. 30 sekund. Lekin bunaqa javob hech kim yozmadi. Ya'ni tushunyapsizlarmi? Qaranglar. Xo'sh, har kuni soatini 7:10 dan 06:40 ga to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni soati 30 minut oldinlab ketaveradi. Endi 12:40 da uyga kirib keldi. Ya'ni soati ham 6 soat o'tib ketgan. 6 soat.
va 12 kun o'tib ketgan. 12 kunda har kuni 30 minutdan oldinlab ketaversa, 12 kunda 360 minut, ya'ni 6 soat oldin o'tib ketadi. 18:40 bo'ladi o'sha vaqtda. 18:40 bo'ladida. Keyin 6:40 bo'lsa 12:40, ya'ni asl vaqt bilan solishtiradigan bo'lsak, har 6 soatda qanchaga o'tishini topamiz. 7,5 minut oldin o'tib ketadi. Bu degani 18:47 va 30 sekund degan javob bizga to'g'ri javob bo'ladi, lekin unaqa javob hech kimda kelmadi. Shunaqa qilib yechasizlar. Xo'sh. Mana bo'lishda sal noqulay son kelib qoldi. Tushuntira olmagan umiddaman, biroz murakkabroq masala ekan. Keyingisi. Abbosning buzilgan elektron soati har 4 daqiqada orqada qoladi. Har soatda 4 daqiqa orqada qoladi. 8:00 da to'g'rilab qo'ydi. Eng kamida necha kundan keyin bu soat yana to'g'ri vaqtni ko'rsatadi? U soatini 8:00 da to'g'rilab qo'ydi. Eng kamida necha sekunddan keyin bu soat yana to'g'ri vaqtni ko'rsatadi, deyapti. Tushunyapsizlar? 60 minutda 4 minut orqada qoladi. 08:00 da to'g'rilab qo'ygan bo'lsa, necha kundan so'ng yana to'g'ri vaqtni ko'rsatadi. 1 soatda 4 minut orqada qolsa, yana to'g'ri vaqtni ko'rsatish uchun 24 soatlik format-ku. Yana 8:00 ga kelish uchun bizada soatimiz 24 soat nima qilish kerak? Orqada qolish kerak. 24 soat deganimiz 24 kara 60. 1440 minut orqada qolish kerak. Tushunyapsizlarmi? 1 soat ichida 4 minut orqada qolsa, 1440 minut orqada qolish uchun 1440 ni bo'lamiz 4 ga. 360 soat kerak bizga. 360 soat degani 24 ga bo'ladigan bo'lsak 15 kun degani. Ya'ni 15 kundan keyin nima qiladi? Bu soat yana o'z holiga qaytadi. 15 kundan keyin yana o'z holiga qaytadi. Ya'ni 1 soat ichida 4 minut orqada qolsa, 24 soat orqada qolishi uchun demak bizga kerak bo'ladi 1440 minut. Bu degani 4 ga bo'lamiz 360 soat, bu degani 15 kun. Kamolaning uyidan ikkita yonma-yon devoriy soatlari bor. Mana ikkita yonma-yon devoriy soatlari bor. Biri 5 daqiqa orqada qoladi, boshqasi to'g'ri ishlaydi. Mana bu to'g'ri ishlaydi, bu 5 minut orqada. Bir kuni Kamola buzilgan soatini to'g'riladi. Mana buni to'g'riladida xizmat safariga ketdi. Qaytib kelganda ikkala soat ham bir xil vaqt ko'rsatyapti, qaranglar. Bir xil vaqt ko'rsatyapti degani devoriy soat-ku. Devoriy soat. Demak, bu nima qilgan? 5 minut orqada qolib 12 soat to'liq aylanib o'tganda, 12 soat degani 720 minut nima qilgan? To'liq aylangan. 720 minutda 720 minutda joyiga qaytadi. Ya'ni 12 soatda bitta aylanib bo'ladi-yu. 720 minutda bitta aylanib bo'ladi. Ya'ni u soati mana har kuni 5 minut orqada qolsa, 720 minut orqada qolishi uchun 725 ga bo'lamiz. 144 kun kerak bizga. Tushunibsizlarmi? Qaytib kelgan ikkala soat ham bir xil vaqtni ko'rsatayotgan edi. Shunga ko'ra Kamol eng kamida necha kun xizmat safariga bo'lgan. 12 soatda bir marta to'liq aylanadi, deyapti-ku. Tushunyapsizlarmi? 12 soatda to'liq bir marta aylanadi. Ya'ni har safar 5 minut orqada qolib yana o'z holatiga qaytish uchun 720 minut kerak, ya'ni 12 soat kerak, 720 minut kerak. 720 minutda demak bo'lamiz 5 ga. Chunki 5 minutdan orqada qolyapti-yu kuniga. Bu degan 144 kun kerak bizga, yana o'z holatiga qaytishi uchun. Tushunali? Endi ikkinchi mukofotli savolni ham ko'raylik. Birda javobini ko'pchilik topa olmadi, ikkini ko'raylik.
Yechyapsizlarmi? Demak, 12 qaranglar, Kamolaning juda ko'p javoblar keldi. Kamolaning uyida yonma-yon devoriy soatlari bor. 1, 2, 3 ta. Biri har kuni 6 minut orqada qoladi, mana bunisi 6 minut. Ikkinchisi har kuni 4 minut orqada qoladi. Bunisi orqada, bunisi oldinda ekan. Bunisi qaranglar, oldinga o'tib ketadi, bunisi orqada qolib ketadi. Strelkani teskari qilamiz. Boshqasi esa to'g'ri ishlaydi. Mana to'g'ri ishlaydi. Bir kuni Kamola buzilgan soatlarni to'g'riladi va xizmat safariga ketdi. Hammasini to'g'riladi, xizmat safariga ketdi. Tushunarlimi? Qaytib kelgan 3 ta soat ham bir xil vaqt ko'rsatadi. Shunga ko'ra Kamola eng kamida necha kun xizmat safarida bo'lgan? 12 soatda nima qiladi? Kamida 12 soatda joyiga qaytib keladi. Endi mana bu joyiga qaytib kelish uchun necha kun kerak? 6 minutdan bo'lyapti, 12 soat degani 720 minut degan, to'g'rimi? 720 minutda joyiga qaytadi. Demak, bu ham 720 minutda joyiga qaytadi. 4 minutda orqaga qolib ketaversa, 720 minut orqaga yursa, yana o'z holatiga qaytadi. Bu ham 720 minut orqaga oldinga o'tib ketsa, o'z holatiga qaytadi. 720 minut oldinga o'tib ketish uchun bizga 120 kun kerak. To'g'rimi? Bu 720 minut oldinga o'tib ketish uchun, orqada qolib ketish uchun, ya'ni 720 minut orqada qolib ketsa, to'liq aylanib o'z joyiga keldi deganida. 720 minut orqada qolib ketish uchun 180 minut, ya'ni 180 kun kerak-da. Chunki bir kunda 4 minut orqada qoladi. Bu bir kunda 6 minut orqada qoladi. Bu degani 120 kunda bu 720 minut orqada qolib o'z holatiga qaytadi. Bu 180 kunda 720 minut orqada qolib ketib, yana o'z holatiga qaytadi. Tushunyapsizlarmi? Bu o'zi to'g'ri ishlayapti. Demak, har 180 kunda nima qiladi bu? O'z holatiga qaytadi. Bu har 120 kunda o'z holatiga qaytadi. Demak, ikkovi ham bir vaqtda o'z holatiga qaytish uchun bularni 2 kun olsak, 360 kunda bular demak bir vaqtda bir xil vaqtni ko'rsatadi. Ya'ni ikkovini 2 kun olamiz. Ya'ni 360 kunda bu ham ayni bir xil vaqtni ko'rsatadi, eng kamida. Tushunarlimi? Demak, mana bu eng kamida 120 kunda, eng kamida 180 kunda, ikkovini 2 kun olamiz. Demak, eng kamida 360 kun kerak bo'lar ekan. 13. Sardorning qo'l soati buzilib qoldi. Endi uning soatidagi minut mili 4 marta, qaranglar, 4 marta oldinga yuryapti. 4 marta oldinga yurib, keyin 1 marta orqaga qaytadi. Shu tarzda minut mili deyapti. Davom etadi. Sardor soatini 8:00 da to'g'rilab qo'ydi. 2,5 soatdan keyin uning soati qanday vaqt ko'rsatadi? Soatidagi minut mili 4 marta oldinga yuradi-da, 1 marta orqaga qaytadi. Ikki yarim soatdan keyin qanday vaqt ko'rsatadi dedi. Ikki yarim soatdan keyin asl vaqt bo'yicha 10:30 ni ko'rsatish kerak edi, to'g'rimi? Endi qaranglar, 4 marta oldinga, 1 marta orqaga, bu degan 5 minut emas, 3 minutni ko'rsatadi deganda. Ya'ni 4 marta oldinga, 1 martani ham agar oldinga yursa 5 minut yurish kerak. Orqa yuryapti, nima 3 minut yuryapti? 5 minut emas, 3 minut yuryapti. Bu degani xo'sh. 50 ga ko'paytirsak 250 minut. Yo'q. 30 ga ko'paytiraylik. 30 ga ko'paytirsak 150 minut. Ya'ni to'g'ri yurish o'rniga 90 minut yuryapti, to'g'rimi? Nimaga? Chunki 4 minut oldinga yuryapti. Yana 1 minut yursa edi 5 minut bo'laydi.
1 minut orqaga qaytyapti, 3 minut yuryapti-da. Har safar shunday bo'ladi. Bu degani 150 minut yurishni o'rniga u 90 minut yuryapti. Ya'ni 2 soat 30 minut yurishni o'rniga 1 soat 30 minut yuryapti. Tushunayapsizlarmi? 4 marta oldinga, 1 marta orqaga. Ya'ni 2 soat 30 minut emas, 1 soat 30 minut yuryapti. Ya'ni 8 dan 2,5 soatdan keyin 10:30 bo'lish kerak edi, lekin u 1 soat 30 minut yuryapti-da, 09 30 qilyapti soatni. Tushunayapsizlarmi? 4 marta oldinga, 1 marta orqaga yuryapti-yu, ya'ni o'sha 1 marta orqaga ham oldinga yursa 5 minut yurish kerak edi. Lekin u 3 minutni tanlayapti. Bu degani 50 ga ko'paytirib yuborsam, 150 30 ga ko'paytirib yuborsam 150 minutdan 90 minut. Tushuntira oldim-a? Tushuninglarmi? Uzoqqa yozinglar. 09:30. Tushuninglarmi? Alo. 111. Bolajonlar. Tushunyapsizlarmi? Uxlab qolmadinglarmi? Davom etamizmi? Ketdi. Sardorning soati 20 daqiqa orqada, lekin 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Soatiga qarab 00:00 deb o'yladi. Ekran. Asl vaqt. Qaranglar, mana shu buzilgan soatlarda 3 xil narsa bo'ladi-da. O'ylagan narsasi bo'ladi. Ekrandagi soat bo'ladi. Va asl soat bo'ladi. 3 ta narsa bo'ladi. Tushunayapsizlarmi? 3 ta narsa bo'ladi. Endi 00:00 deb o'yladi. Tushunayapsizlarmi? 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Ya'ni ekrandagi soat 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Tushunayapsizlarmi? Shuning uchun 00:15 ekranda ko'rsatadi. Shunday ekranga qaraydi-da, ekrandagi soat 15 minut oldinda deb o'ylayapti. Demak, 00:15 ni ko'rsatyapti. Bu 15 minut oldinda bo'lsa kerak deydi-da, soat 00:00 deb o'ylaydi o'zi. Lekin ekrandagi soat 20 minut orqada qaranglar. Ekrandagi soat 20 minut orqada. Nimadan orqada? Asl vaqtdan. Asl vaqtdan 20 minut orqada. Bu degan asl vaqt 00:35. Tushunayapsizlarmi? Ya'ni birinchi o'ylagan vaqtini yozamiz. Keyin ekranni topib olamiz. Ekrandan asl vaqtni osongina topib olamiz. 00:35. Keyin bizada endi 3-mukofotlini ko'raylik. Topinglar 3-mukofotlini. 4 ta masala qoldi, o'shani o'rgataman, bo'ldi, tugatamiz.
Yechamiz qaranglar. Men maktabga borish uchun uydan chiqqanimda uydagi soat 07:11 ni ko'rsatyapti. Bu vaqt noto'g'ri ekanini bilar edim, ya'ni bu vaqt noto'g'ri. Men maktabga borganimda soat 07:43 ni ketayotganimda 13:25 ni ko'rsatayotgandi. E'tibor qilsanglar, maktabdagi soat to'g'ri vaqtni ko'rsatyapti. Maktabdan ketayotganda 03:25 ni ko'rsatayotgandi. Endi maktabdan chiqib uyga kelganimda uydagi soat 14:17 ni ko'rsatyapti. Men soatim to'g'rilashim uchun necha daqiqa orqaga burishim kerak? Tushunyapsizlarmi? Xo'sh, uyim chiqqanimda, men maktabga borish uchun uydan chiqqanimda uyimdagi soat 07:11 ni ko'rsatayotgan edi. Noto'g'ri ekanini bilar edim. Men maktabga borganimda maktabdagi soat 07:43 ni ketayotganimda esa 13:25 ni ko'rsatayotgan edi. Endi qaranglar. Uydagi soat 07:11, to'g'rimi? Va maktabga u 32 minutda boryapti. 13:25 da maktabdan chiqdi-da, endi maktabdan uyga 42 minutda kelyaptimi? 52 minutda kelyapti. Tushunyapsizlarmi? 32 minutda boryapti, 52 minutda qaytyapti. Men soatim to'g'rilanishi uchun necha daqiqa orqaga burishim kerak? Ya'ni soat oldinga o'tib ketib qolganda, tushunyapsizlarmi? Soati oldinga o'tib ketib qolgan, nechidir minut. To'g'rilab qo'yish kerak. E'tibor qilayotgan bo'lsanglar, maktabdan qaytishda 52 minut ketib qolyapti-da. Tushunyapsizlarmi? Lekin borishda 32 minutda boryapti. Nimani hisobiga? Soati oldinlab ketgani hisobiga. Mana yerda kelyapti, nechida to'g'ri vaqt bor, lekin soati qanchadir oldinga o'tib ketib qolgani hisobiga 52 minut bo'lyapti. Tushunyapsizlarmi? Bu yerda kam bo'lyapti o'sha narsa. Endi to'g'ri vaqtni qanaqa topamiz deydigan bo'lsanglar, to'g'ri vaqt mana shu ikkovining o'rtasi bo'ladi. Ya'ni 20 minutga farq qilyapti-yu. 20 minutga. Ya'ni bu yoqdan kelganda 20 minut o'tib ketib qolyapti, bunday kelganda masalan 20 minut razida qilsa, bu degan eng o'rtasi 42 minut bo'ladi. Ya'ni 10 minut farq qilish kerak-da. 10 minut. Ya'ni soat 10 minut oldinga o'tib ketib qolgan bo'ladi-da. 10 minut oldinga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Ya'ni maktabgacha yo'l 42 minutlik bo'ladi. 10 minut oldinga o'tib ketib qolgani hisobiga mana bu 10 minut oldinda-yu. Bu degani 10 minut kam vaqt sarflaydi. Mana bu 10 minut oldinda qaytishda 10 minut ko'proq vaqt sarflaydi. 52. Tushunyapsizlarmi? Bu degani 10 minut orqaga burish kerak soat. Tushuntira olmagan bittaman. Ya'ni borishda 32 minut ketyapti-da, qaytishda 52 minut ketyapti. Nimani hisobiga? Soat oldinga o'tib ketib qolgan. Demak, qancha oldinga o'tib ketib qolganini topish uchun farqini topasizlar. 20 minut farq qilyapti-yu. Bu degani 10 minut oldinga o'tib ketib qolgan bo'ladi. Masalan, mana maktab bo'lsa, mana bu uy bo'lsa, uyda mana maktabga borish uchun men 32 minut sarflasam, 35 minut sarfli. Maktabdan uyga qaytish uchun 45 minut sarflasam, soatim necha minut o'tib ketgan bo'la oldinga? Soatim necha minut oldinga o'tib ketgan bo'la? Birinchi masala. Ikkinchisini ham topaylik. Maktabdan uyga borishim uchun uydan maktabga boray. Uydan maktabga borishimga 22 minut ketadi. Maktabdan uyga qaytishimga esa 28 minut ketadi. Soatim necha minut oldinga o'tib ketib qolgan? Necha minut oldinga o'tib ketib qolgan deb savol berdim sizlarga. Yo'q, 10 minut emas. Birinchisida 5 minut oldinga o'tib ketib qolgan. To'g'rimi? Chunki 35 minutda boryapti-yu, keyin qaytsa 45 minut bo'lib ketyapti. Nimani hisobiga?
borishida soat, mana bu soat 5 minut oldinda bo'lgan. Shuni hisobiga 5 minut kamroq sarflayapti. Mana bu yerda 5 minut oldinda bo'lgan, shuning uchun 5 minut ko'proq sarflayapti. Shuning uchun 10 minut farq ketyapti. Ikkinchisidachi? Ikkinchisida nima bo'ladi? Necha minut oldinga o'tib ketib qolgan soat? Uyimdagi soat. Yo, ikkinchisi 3 minut. To'g'ri. Ikkinchisi 3 minut oldinga o'tib ketib qolgan. Ya'ni ayirib 2 ga bo'lasizlar. Necha minut o'tib ketgan topish uchun. Qaranglar. Hilolaning soati 10 daqiqa orqada, lekin 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Kamolaniki 20 daqiqa oldinda, 10 daqiqa orqada deb o'ylaydi. Nima qilamiz deylar? Qaysi biri boshqasini qancha vaqtda? 12 da uchrashmoqchi, to'g'rimi? Ikkovi ham 12 deb o'ylash kerak. Birinchi Hilola o'ylasin. Hilola 12:00 deb o'yladi. Uning uchun ekranda nechini ko'rish kerak va asl soat necha bo'lishi kerak? Topamiz. Hilola 12 deb o'yladi. 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Ekrandagi soatni Hilola 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Qaranglar. Hilola ekrandagi soatni 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Ya'ni 15 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Demak 12:15 ni ko'rsatish kerak. Tushunasizlarmi? Nimaga 12:15? Nimaga ayirmadik? Chunki Hilola ekrandagi soatni, mana ekrandagi soat bo'lsa, 15 daqiqa oldinda deb o'ylash kerak. Tushunasizlarmi? Mana 12:15 bu 15 daqiqa oldinda, demak Hilola 12:00 deb o'ylaydi. Hilolaning lekin soati 10 daqiqa orqada. Demak mana ko'rsatib turgan vaqt 10 minut orqada. Demak asl vaqt 12. Nimadan orqada? Asl vaqtdan orqada 10 minut. Demak asl vaqt 12:25. Tushunasizlarmi? Endi Kamolaning vaqti. Kamola ham 12:00 deb o'ylash kerak. Uning uchun ekranni nima ko'rsatish kerak? Kamola 10 daqiqa orqada deb o'ylaydi ekranda. Ekranda 10 daqiqa orqada deb o'ylaydi. Shunday qo'liga qaraydi ekranga. Bu soat 10 daqiqa orqada-ku, demak soat 12 bo'pti deyish uchun ekran 11:50 ko'rsatish kerak edi. To'g'rimi? Ekran 10 daqiqa orqada bo'lishi kerak. Ekran 10 daqiqa orqada bo'lishi kerak bundan. Lekin ekran oldinda. Nimadan oldinda? Asl vaqtdan oldinda. 20 minut oldinda bu. Tushunasizlarmi? Bu 20 minut oldinda. Bu 20 minut oldinda. 11:50 bo'lsa, bu 20 minut oldinda. Demak 11:30 asl vaqt. Demak Kamola 12:00 deb o'ylash uchun asl vaqt 11:30, Hilola 12 deb o'ylash uchun asl vaqt 12:25. Demak kim kimni kutadi desanglar, ko'rib turibsizlarki Kamola kutyapti. Necha minut kutyapti? 55 minut kutib qolyapti. Shunaqa qilib yechiladi. Ya'ni birinchi ekranni topib olamiz. Ekrandan keyin asl vaqtni topib olamiz. Osongina, juda oson. Ya'ni adashmaslik kerak mana. Mana o'ylaydi deyapti, oldinda deb o'ylaydi. Nimani oldinda deb o'ylaydi? Ekran, ya'ni asl vaqt, o'ylayotgan vaqti ekrandagi vaqtdan oldinda deb o'ylaydi. Shuning uchun 12:15. 10 minut orqada. Nima orqada? O'ylayotgan vaqt, ya'ni ekrandagi vaqt o'ylayotgan vaqtidan orqada. Bu degani 11:50 bo'ladi. Shunaqa yechildi. 17. Irodaning soati 15 daqiqa orqada, 5 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Qaysi biri qancha vaqt kutadi? Endi 10:00. Birinchi Iroda. Iroda 10:00 deb o'ylash uchun ekran kerak bizga, to'g'rimi? Iroda 10:00 deb o'ylash uchun ekran qaranglar. U 5 daqiqa orqada deb o'ylaydi. Nima orqada? Ekran orqada. 5 minut. 09:55 ekran. Lekin ekran 15 daqiqa asl vaqtdan orqada. Tushunasizlarmi? Mana o'ylayotgan vaqti, o'ylagan vaqtidan ekrandagi soatni orasidagi farqni aytadi. Mana bu yerda esa asl vaqt bilan ekrandagi soat orasidagi farqni aytadi. Mana deb o'ylaydi bu. Ekran bilan o'ylagan vaqt. Mana bu joy ekran bilan asl vaqt. Tushunasizlarmi? Qaranglar, 5 daqiqa orqada deb o'ylaydi-yu. Ya'ni ekran orqada. Mana bu yerda 15 daqiqa orqada deb aytayapti-yu. 15 daqiqa orqada. Demak, ekran asl vaqtdan orqada. Demak, asl vaqt
10 10 bo'ladi. Endi kim? Iroda bo'lsa Sevara. Xo'sh, 10 00 deb o'yladi. Bu degani lekin u 10 daqiqa oldinda deb o'ylaydi. Ya'ni ekran oldinda 10 minut. Demak 10 10. Asl vaqtchi Sevaraning soati 20 daqiqa oldinda. Oldinda soat asl vaqtdan oldinda. Asl vaqtdan 20 minut oldinda. Demak, mana bu asl vaqtdan 20 minut oldinda bo'lsa 09:50 bo'ladi asl vaqt. Demak, ko'rib turibsizlarki, birinchi Sevara keladi va 20 minut kutadi. Birinchi, demak, ekranni topib olamiz. Keyin asl vaqtni topasizlar. Yine gradusli burchakli masala qoldi. Qaranglar. Soat bilamizki, mana bu minut mili. To'liq aylanib chiqadi-yu 12 soatda, to'g'rimi? 360 gradusga buriladi. Bu degani 1 soatda 6 gradusga buriladi minut mili. Soat milichi 12 soatda doğardimi? Xato qildik-a? Soat mili edi bu, soat mili. 1 soatda 30 gradusga buriladi. Mana tepadagi soat mili edi, bu degani 1 soatda 30 gradusga buriladi. Bu soat. Minut mili 1 soatda 6 gradusga buriladi mana. Soat mili 1 soatda 30 gradusga buriladi. Saq bo'ladimi? Yo'q, xato qildik. 1 soat 1 minutda buriladi bu. 1 minut bo'lish kerak. 1 minutda. Minut mili 1 minutda 6 gradusga, soat mili 1 soatda 30 gradusga. Demak, ikkalasini ham 1 minutga o'tkazsam, soat mili 1 minutda 0.5 gradusga, minut mili 1 minutda 6 gradusga buriladi. 10:36 ko'rsatyapti, soat mili orasida burchak deyapti. To'g'rimi? Birinchi 10:00 da topaylik. 10:00 bu mana 2 bo'lganda soat. Mana bu x 12 da turibdi. Bilamizki 2 soat o'tdi, to'g'rimi? 1 soatda soat mili 30 gradusga burilsa, demak mana bu 60 gradus. Demak, hozir 60 gradus ekan, yana 36 minut o'tish kerak oldinga, to'g'rimi? 36 minut. Endi minut mili 36 minutda ikkovini topaylik birdan. Minut 36 minutda minut mili 216 gradusga buriladi. Soat mili esa 18 gradusga buriladi. Endi qaranglar. Minut mili 36 minutda mana 6 dan ham o'tib ketadi-da. 6 bormi? 6. 6 dan ham o'tib ketib, 7 bo'lsa mana 7 dan ham o'tgan holatda turadi, turadi. Soat mili ozgincha burilgan bo'ladi. 18 gradusga burilyapti. Demak, qaranglar, minut mili mana shu turgan joyidan mana to'liq aylanib 216 gradusga burildi. Birinchi 216 dan aytaylik 60 gradus. Mana orasida boshda 60 bordi-yu, o'shani aytaylik. Chunki hozir bizda ham bunaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi. Mana bu 216. Tushunibsizlarmi? Mana yerda 60 gradus bor. Mana bu joyga qolyapti-da, bunda bu ham ozgina burilgan mana bu. Mana bu ham ozgina, ya'ni 18 gradusga burilgan. Tushunibsizlarmi? Ya'ni 18 gradus deb aytaylik. Shunda 156 bo'lsa 138 gradus bo'lar ekan. Orasida burchak. Nimaga? Chunki boshida mana 60 gradusda minut mili shunday aylanib keldi, mana bu joyga turib oldi-da.
216 ga burildi. Bundan mana bu 60 boshidagi soat mili ham 18 gradusga burilgan. Men 18 deb aytdim, ikkovini orasidagi burchak kelib chiqadi. 138 gradus. Eslab qolinglar, minut mili 6 gradus, soat mili 30 gradusga buriladi. 1 minut. Bu 1 soatda, bu 1 minutda. Bu minut mili, bu soat mili. Endi devordagi soat 5 ni ko'rsatyapti. Eng qisqa qancha vaqtdan so'ng soatning minut orasida burchak 18 gradus bo'ladi. Eng qisqa qancha vaqtdan keyin. Qaranglar. Xo'sh. Soat 36 minutmi? 36 minutda 18 gradus. Biz 16dan olmuş ve 18 bölü 38 bo'ladi. Yaxshi. Ustoz alla aytib o'tiribdilar deb yozibsiz. Alla yaxshi bo'lyaptimi? Yaxshi aytarkanman allani? Demak, buni tushuninglar. Xo'sh, soat mili 1 soatda 30 gradusga burilsa, soat mili 1 minutda 0.5 gradusga buriladi. Minut mili 1 minutda 6 gradusga buriladi. Bu degani 14:00 da 2 orasida burchak 60 gradus, soat mili 36 minutda 18 gradusga buriladi, minut mili 216 ga buriladi 36 minutda. Demak, 216 minut o'tib ketdi. 60 bilan 18 aytib delasam 138 qoladi. Xo'sh, endi qaranglar. Dars devordagi soat 5 ni ko'rsak, 5 da birinchi qanday joylashishini ko'rib olaylik. 12 da turibdi minut mili, soatga mana bu yerda 3 bo'lsa, mana yerda 4, mana yerda 5, mana 5 da turibdi. Orasida burchak qanday bo'ladi? Minut mili o'zgarmadi, soat mili 30 gradusga buriladi. 5 soatda 150 ga buriladi, to'g'rimi? Demak, orasida burchak hozir 150 gradus edi. To'g'rimi? Necha soatning, ya'ni eng qisqa necha daqiqadan keyin ikki orasida burchak 18 bo'ladi. Eng qisqa necha daqiqa. Endi qaranglar, mana bu 6 gradusga buriladi minut mili, to'g'rimi? Minut mili 1 minutda 6 gradusga burilib, quvishni boshladi buni. Endi soat mili nima qiladi? Qochadi bu yoqqa qarab. Bu quvadi, bu qochadi. To'g'rimi? Soat milichi 1 minutda 0.5 gradusga nima qiladi? Qochadi. Endi orasida burchak 150 edi-yu. Bir-birini qo'yapti, to'g'rimi? Mana masofa qilib olamiz. Bu yoqqa qo'yapti 6 gradus bilan, bu qochyapti 0.5 gradus bilan. Orasidagi burchak 150 gradus. Va endi orasidagi burchak necha bo'lsin degan shartida 18 bo'lsin degan. Bu degani ikkovi qancha masofani bosib o'tish kerak? Demak, 1 minutda ikkovining orasidagi masofa shunchaga qisqaradi. X minutda shunchaga qisqaradi. Aytayapti, x minutdan keyin orasidagi 18 bo'lsin deyapti, ya'ni 132 ga qisqarish kerak. Bundan kelib chiqadi 5,5 x teng 132. Bundan x topadigan bo'lsak 24 minut. Ya'ni 24 minutdan keyin nima bo'lar ekan? Minut mili soat milini yaqinlashib, orasidagi burchak 18 gradus bo'lar ekan. Shunaqa. Yana bitta yechamiz. Qaranglar. Hozir soat 06:00. Tushunarli? 06:00. Qachon eng qisqa vaqtdan keyin, qachon
burchak, ya'ni orasidagi burchak. Minut bilan soat orasidagi burchak. Xo'sh. Bir 110 gradus bo'ladi. Yo, 70 gradus deylik. Qachon 70 gradus bo'ladi? Topish uchun chizamiz. 6 bo'ldi degani 6 12. Bu soat mili, bu minut mili. Tushunarli? Mana 6:00. Endi minut mili bu yoqqa qarab quvadi, soat mili qochadi. Yana chizib olamiz. Harakat qilyapti masalaga o'xshatib. Bu yoqqa qarab qochyapti 0.5 gradus bilan, orqasidan qo'yapti 6 gradus tezlik bilan. Orasidagi masofa yana to'g'ri chiziq bo'ladi soat 6 bo'lganda. Ya'ni 180 gradus orasidagi masofa. 180 gradus. Qachon 70 gradus bo'ladi dedimmi? 70 gradus bo'lish uchun orasidagi masofa 110 ga qisqarish kerak. Ya'ni bu 6 bilan qo'yapti, u 0.5 bilan qochyapti. Bir tomonga harakat qilsa tezliklarni ayirib vaqtga ko'paytirsak, orasida qoladigan masofa kelib chiqadi. Ya'ni 70 qolsa qisqargan masofa kelib chiqadi. Ya'ni 70 qolsa qanchasini bosib o'tdi bular? 70 qoldi deyapti. 180 edi, 70 qoldi. Qanchasini bosib o'tdi? 180 ayolga 70 ni bosib o'tdi. Demak 5,5 x teng 110, x topsak 20 minutda, demak orasidagi burchak biz o'ylaganday bo'lar ekan. Tushunasizlarmi? minut. Shunaqa qilib chiziladi. Bu soat bilan minut orasidagi burchakka oid masala edi. Ya'ni bir-birini qo'yapti, qochyapti. Tushuninglar? Masalan, bizga ayta qaranglar. 12:32 bo'lganda soat minut orasida burchak necha gradus bo'ladi deydi. Chizamiz. 12:00 bo'lganda nima bo'ladi? Ikkovi ham mana shu yerda turadi, to'g'rimi? Ikkovi ham 0 orasidagi burchak. 32 minut o'tish kerakmi? 32 minutda minutni meli 192 gradusga buriladi. Ya'ni 192 degani mana bu joyga keldi minutni meli. Tushunarlimi? 192 ga buriladi. Soatni meli 32 minutda 0.5 bo'lsa 18 gradusga buriladi. Ya'ni ozgina buriladi. 18 gradusga. Yo'q, 16 gradusga buriladi. 32 minutda. To'g'rimi? Hmm. 32 minut o'tish kerak. 32 minutda minutni meli mana shu yerga keladi. Soatni meli ozgina qimirlagan bo'ladi mana. Demak, orasidagi burchak nima bo'lyapti? Bu 192 ga o'tib ketdi. Bunday 192 ga o'tib ketdi. Bu qisqartirdi 16 ga o'sha masofani. Demak, 16 ni ayirib qo'ysak 176 gradus bo'lar ekan. Tushunasizlarmi? 176. Endi masalan 07:30 24 deylik. 07:24 bo'lganda qanday bo'ladi burchak? 07:00 topa olamiz. Mana minut mili. Mana bu 7. Bu 12. Mana 07:00 da topa olasizlar. Ikki orasida burchak qanday bo'ladi? 7 soat o'tdi. Ya'ni 1 soatda 30 gradusga buriladi-yu soat. 7 soatda 210 gradusga burilyapti. Ya'ni to'g'ri chiziq bo'lganda 180 edi. Yana 30 minut o'tib ketibdi. 30 gradus. Demak, bu yog'i 150 gradus. Tushunarlimi? Endi soat bilan minut strelkalar orasidagi burchak 0:24 da dedimmi? 24 minut o'tish kerak. 24 minutda minut strelkasi mana bu yerga keladi. Ya'ni necha gradusga buriladi 24 minutda? 24 minutda 6 gradusdan bo'lsa 144 gradusga buriladi minutni meli. Minutni meli 144 gradusga mana burildi.
soat demayli 24 minutda 12 gradusga buriladi. Mana bunday turgan bo'lsa, endi bundayroq bo'ladi. Ya'ni 12 gradusga buriladi. Mana 12, bu yog'i 30, mana 144 bo'lsa, mana bu 36. Ikki orasida burchak 12 qo'shilgan 30 qo'shilgan 36. 78 gradus bo'lar ekan. Shunaqa qilib topasizlar. Bo'ldi. Endi yana takrorlaymiz. Soat mili 12 soatda 360 gradusga buriladi. Bu degan 1 soatda 30 gradusga buriladi, 1 minutda 0.5 gradusga buriladi. Endi minut mili 1 soatda 360 gradusga buriladi, 1 minutda 6 gradusga buriladi. Shunday qilib topasizlar. Mana shular bilan ishlaysizlar. Keyin bu yoq harakat qilyapmasalar, qo'yapti, qochyapti. Shunga bog'laysizlar. Darsga qatnasha olmaganlarga bir ko'rsatib qo'yaylik. Darsimiz qalay bo'ldi? Ikkinchi darsimizda mana yakunladim. Hammadan ijobiy fikrlarni kutib qolaman nasib bo'lsa va bu jamoamizga keyingi darslarni tashkil qilishga yanada motivatsiya bo'ladi. Demak, hammadan samimiy fikrlarni kutamiz. Kira olmaganlar uchun bir ko'rsatib qo'yaylik dars qanaqa bo'lganini. Sizlar bilan bugun 20 tadan oshiqroq misollar yechdim, vaqtga oid imkoniyatni o'rganishga harakat qildim. Bitta e'tirozli savol bo'lib qoldi-yu, lekin uni ham yechdik, sal ko'proq vaqt oldi. Qaysi biri edi? Bitta savol sal ko'proq vaqt oldi, uni ham lekin amallab yechdik. Mana shu misol. 18 o 47,5 chiqdi-ya. Shunaqa. Lekin savollar zo'r, mazza qilib yechdim, sizlarga ham tushunarli bo'ldi deb umiddaman.